qattiq moddalarni, fizik moddalarni. Kimlar surishga bor? Azotu, bormi? Mayli, Kimlar bor? tuga. Plazma suyuq ichida. Hozir suyuq o'zini bir dunyo farqini aytib beraman-da. Qattiq moddalar fizik xoslatlari qanaqa bo'ladi? Qattiq moddalar qaynash harorati yuqori, suyuqlanish temperaturasi yuqori bo'lgan, zichligi yuqori, baland bo'lgan. Suyuq va gaz moddalarga nisbatan zichligi baland. Shuning hisobiga ularning molekulalari bir-biriga yaqin joylashadi va tortishib turadi. Xo'p, suyuq moddalarda molekulalar orasidagi tortish kuchi kamroq. Fizik xossalari suyuqlanish temperaturasi, qaynash temperaturasi qattiq moddalarga qaraganda pastroq va shakli qaysi idishga qo'shilib o'shani shaklini oladi. O'zim ma'lum bir shakliga ega emas. Xo'p, kimyoviy hodisalar, qattiq moddalar reaksiyaga kirish kuchi suyuq moddalarga nisbatan kamroq. Suyuq moddalarga reaksiyaga kirish oson. Chunki moddani orasida qancha molekulalari orasidagi masofa kam bo'ladigan bo'lsa, zich bo'ladigan bo'lsa, reaksiyaga kirish qiyinroq bo'ladi. Chunki zich moddalar orasiga keyingi modda molekullarining qo'shilishi qiyin. Shuning hisobiga boya sulfat kislota olinishi bormidi? Perikni maydalash kerak degan, lekin kukun holatida o'tkazish kerak emas. Maydalaganlarda yuza kichrayadi. Ta'sirlash yuzasi kichraygandan keyin reaksiya tezroq bo'ladi. Lekin maydalab tashlasangiz kukun holatida orasi zichlashib qoladi. Unda ko'rgan bo'lsanglar orasi zich. Suv kirishi qiyinroq orasiga. Suv to'planib qoladi. Shuning hisobiga kukun holatida o'tkazmaslik kerak. Gaz moddalarda undan tezroq. Chunki ular orasidagi masofa uzoqroq, ular bir-biridan tashlaydi. Shuning uchun ular tarqashi, havoda tarqalishi oson. Demak, tushunarli. Fizik va kimyoviy hodisalar ajratib olasizlarmi? Fizik hodisalar bu uni shakli, rangi, ta'mi, hidi, zichligi. Kimyoviy hodisalar nima bilan qanday reaksiyaga kirishadi? Reaksiyaga kirishganda nimani hosil qiladi? Misol uchun boya aytildi, azot odatdagi sharoitda nima bilan reaksiyaga kirishar ekan? Azot litsiy bilan. Qizdirganda magniy. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Qizdirganda nima bilan reaksiyaga kirishadi? Odatdagi xona sharoitida nima bilan reaksiyaga kirishadi? Buni hammasi kimyoviy hodisalar. Tushunarli? Misol uchun oksidlar xosalari ham bor-ku. Olinish xosalari deganimiz xosalar. Misol uchun kalsiy oksidning kislota oksidlar reaksiyasi nima hosil bo'ladi? Bular hammasi kimyoviy hodisalar. Atom molekulyar ta'limot, atom molekulyar kimyoviy element aloqasi. Xo'p. Atom tushunchasi bizda eng kichkina birlik degan tushunchani anglatgan shu kungacha. Bizda tuzilish nazariyasi bor edi, to'g'rimi? Demak, atom eng kichkina tuzilish birligida bo'lingan. Proton, elektron va neytron kashf qilinguncha. Aytib berganman, to'g'rimi? Qanday kashf qilingan? Laboratoriyada kimdir uranlar bilan, kimdir fotoplenka bilan ishlayotgan bilan leksiyasini o'tib berganman, to'g'rimi? Xo'p. Atomlarga ko'ra molekulaning xossasi. Molekula bu moddaning xossasini o'zi saqlagan eng kichik zarrachasi. Kim tushunmay shu joyga? Ya'ni kelganda sizlarga bir hisob qilaman. Men yozing degan moddaning xossasini o'zi saqlagan eng kichik zarrachasi. Bu degani, misol uchun bir shirek suv bormi? Natriylar, bitta katta bo'lgan natriylar reaksiyaga kirishsa, natriy gidroksid moddat hosil bo'ladi. Bir dona suv bormi? Qoshiqqa o'zi 18 gram. O'shani o'ziga natriylar reaksiyaga kirishsa, natriy gidroksid bilan vodorod hosil bo'ladi. Lekin o'sha eng kichkina birlik bormi? 18 gram. Suvdan kam bo'lolmaydi. Bo'lish mumkin yarim mol, 9 gram bo'ladi. Agar uni atomlarga bo'lgan bo'lsak, vodorod va kislorod atomlariga bo'ladigan bo'lsak, vodorod o'zi natriy bilan reaksiyaga kirishib natriy gidroksidni hosil qilib bera oladimi? Yo'q. Yoki kislorodni o'zi bilan reaksiyaga kirishib? Yo'q. Natriy oksid hosil qiladi. Demak, moddani xossasini o'zida saqlagan degani eng kichik zarra bo'lsa, lekin o'sha bir cherak suv qilgan ishni u ham qilib bersin. Kim tushunmadi, mana bu tarafiga.
nima shaklga ega bo'lgan? Predmet. Ya'ni misol uchun shu partani hosil qilish uchun nimalar ketgan? Taxta ketgan, temir ketgan, to'g'rimi? Taxta ham alohida modda, temir ham alohida modda. Bular ikkalasi yig'ilib bitta yaxlit jismni hosil qiladi. Atom tuzilishini bizda Rezerford kashf qilgan. Nima degan? O'rtada yadro, atrofida orbitallar joylashgan. Yadroda qaysi zarrachalar bor edi? Proton bilan neutron. Atrofida elektronlar aylanib yuradi. Elektronlar soni protonlar sonidan har doim teng agar element neytral holatda bo'lsa, neytral holatda zaryadlanmagan, ya'ni elektron bergan yoki olgan holatda bo'lmasa. Sevinch. Qachon elektron bilan protonlar soni teng bo'lar ekan? Qanaqa holatda? Neytral holatda, ya'ni ion bo'lmagan. Bor-ku 2 plus minus ionlar. Ikkita elektron olgan, bitta elektron bergan. Shunga o'xshagan holat bo'lmasa, sevinchga yozasiz. Shunga o'xshagan holat bo'lmasa, neytral holatda proton va elektronlar soni har doim teng, neutronlar soni nisbiyati massasidan tashqarilarning ayirmasiga teng. Xo'p. Allotropiya hodisasi. Allotropiya bu moddaning tuzilishi, bitta elementning tuzilishi, har xil tuzilish, har xil struktura orqali turli xil moddalarni hosil qilish. Misol uchun sizlarga misol qilib, uglerod atomini allotropiyasi beriladi. Yoki fosfor ham bor, oq fosfor, qizil fosfor, qora fosfor. Uglerodda bor tabiiy allotropiyalar, olmos bilan grafit, suniylari fullerin bilan karbid. Xo'p, bu qanaqa hosil bo'ladi? Olmos molekulalari bizda bitta uglerod atomi 3 ta uglerod bilan birikib bog' hosil qiladi. Bilasam, olmos faqat olmosdan sindiriladi. Shuni hisobiga bitta uglerod 3 ta uglerod ushlagan hisobiga zid joylashgan. Eng qattiq modda sifatida tan olinadi. Grafit bo'lsa qatlam bo'lib joylashgan. Har bitta shunaqa dumaloqlar qatlam joylashadimi? Sizlar chizganinglarda nimaga qalamdan iz qoladi? Har bitta qatlamni uzilganini hisobiga, ya'ni o'sha bitta dumaloq qatlam qoladi baroqda, qolgani tepada. Yana chizsangizlar, yana dumaloq qatlam uzilib qoladi, yana qolgani tepada. Bu degani nima degani? Mana bu oradagi masofa uzoqroq. Agar bunga o'xshab zid joylashgan deydi, qattiq bo'ladi. Demak, allotropiyada ikkita moddani bir xossasi bir-biridan farq qilyaptimi? Ham keskin farq qilyapti, to'g'rimi? Ya'ni bittasi zich, bittasi mo'l. Tez maydalanuvchan deyiladi. Mo'lda bo'lsalar ham bo'ladi. Ikkalasining tarkibi qaysi element? Uglerod, to'g'rimi? Ha. Demak, allotropiya tushundinglarmi? Ha. Turli xil struktura orqali xossalari bir-biridan farq qiladigan moddalarni hosil qilish. Kim tushunmayapti shu joygacha? Kim qayerga tushunmadi? Kim yangi narsa o'rgandi? Hamma bilarmi shu joyga chiqaman? Mana qalam. Bo'ldimi? Odam kitob. Qaysi harflar belgilanadi? N harfi belgilanadi. Birligi mol. Xo'p, massa uchun M teng kichkina m taqsim katta m. Ya'ni qaysi moddani massasi o'z molekula massasiga bo'linishi. Misol uchun 36 gramm suvni molini toping degani 18 ga bo'ladi. Bu ikkita suv degani. Tani nimaga o'tkazardik? Molga. Mol. Ya'ni 2 mol suv. Agar shu joyda massani toping nima qilamiz? 2 ga ko'paytiramiz. Ko'paytirilgan bir. Katta bir.
Tushunarli masala uchun qiyin joyi yo'q, to'g'ri? Xo'p, hajm uchun. Berilgan hajmni malyar hajmi bo'ladi. Malyar hajmi necha teng? 22. Qaysi qonunda berilgan bu narsa? Avogadro doimiy boshqa edi. Avogadro qonunda aytilgan. Teng hajmda. Demak, model topish uchun bu malyarga ko'paytirib qo'yamiz. Molekular soni bo'yicha umumiy molekular sonini Avogadro doirasiga bo'lamiz. Necha edi? 612 ko'paytirgan 23 ta. Demak, tani endi bu yerda ishlatamiz. Atom yoki molekular soni uchun. Kim tushunmadi? Kim model ishlashni bilmaydi? Tushunasan? Zina ishlatasiz? Maysa. Ular bilan ketib turasizki. Hamma ishlatadi model hech kim menga keyin nima edi deb turmaydi? Vaziyat boshqacha. Xo'p, oddiy o'qishlar bor ekan. Masa olishni o'rgan. Absolyut zichlik, nisbiy zichlik, nisbatan zichlik, formulalar, ekvivalent ko'rsatmaslik. Reaksiya turlarini o'qing. Demak, zichlik Nazariya. Nazariya. ikki xil zichlik bor. Absolyut va nisbiy. Absolyut zichlik hozir D harfi bilan belgilanyapti. Ana yangi kitobda D harfi bilan belgilanadi. Yoki rovna olasizlar. Bilasizlar, mana ilm o'xshasi bor. Massani hajmga nisbatan agar hajm berilmasa nima olamiz? 22 olamiz. Xo'p, nisbiy zichlik KTD bilan belgilanadi. Qaysidir gazni ikkinchi gazga nisbatan zichligi. Misol uchun kislorodni vodorodga nisbatan zichligini toping deganda, kislorod massasi vodorod massasiga bo'ladi. 32 ga. Nisbiy zichlik. Oson ekan. Nisbiy zichlik. Demak, 16 ga teng. Vodorodga nisbatan zichligi 16 bo'lgan gazning temperaturali gazlar aralashmasida. Esladingmi? Gazlar aralashmasida ishlaganmizda. Xo'p, qiyin javob olishibdi. O'shanga nisbiy zichlik bilan Soniga qaraymiz shunda. zichlik bilan titrda nima farqi bor? Topinglar. Ana unda M3, V3. Millilitr bilan litrdan. Titrda M1 ga nisbatan olamiz. Anaqa ergan model miqdoriga. Zichlikda ergan massasiga nisbatan. Xo'p, zichlik ketdi. Kim tushunmaydi, kim tushunmadi, kim zichlikdan qayta misol chiqarmaydi? Ha, zichlikdan misol bersa ishladimi? Hozir beramiz. Davay. Bering. O'tvolay. Oksidni boshlab keltiray. Ha, hammasi. Shuni sirlab ketaman. Demak, oksidlar bir kislorod bo'lgan ikki elementdan tashkil topgan murakkab model. Kislorod valentligi va elementning valentligi qisqarsa ketadi. Nomlanishi hamma umumiy gruppalar boriga oksidatsiya kislorod. Nomlanishda qaysizlar? Valentlikka. Agar o'zgarmas bo'lsa, valentlik qo'shmasdan o'qiysiz, o'zgaruvchan bo'lsa, qaysi valentlik ekanligini toping.
Oksid. asosli kislotali, Kislotali. Amfoter, Amfoter. befar, Peroksid. Qo'sh oksid. peroksid. Xo'p, asosli oksidlar. Metal oksidlari faqat amfoterlardan tashqari. Kislotali oksidlar metal massa oksidlari faqat befaklardan tashqari. Amfoter oksidlar alyuminiy oksidi, beril oksidi, rux oksidi va temir, krom, manganiz va qo'rg'oshinni 3 va 4 valentli oksidlar. Kim tushunmay qoldi? Kim tushunmay qoldi? Befak oksidlar oltin oksidi, azot peroksidi, azot oksidi, Peroksidchi. vodorod oksidi, vodorod oksidi, uglerod oksidi, fenning oksidi. Yodlash kerak. Peroksidga qoldi-chi. Tushunarlimi? Qiyinmasmi? Moddalarni qo'shish kerakmi? Xo'p, 5-inchisi befak oksidlar, bu peroksidlar. To'rtinchisi qo'sh oksidlar. Peroksidlarda qo'llanilmaydi. A+1. Kislorod hosil bo'ladi, kislorodligi ko'payadi. Normal oksidlar faqat birinchi A va ikkinchi A guruhdagi elementlar. Misol uchun litsiy 2A bu litsiy oksidi. Agar buni kislorodi ikkita bo'lsa, peroksid. Qo'sh oksidlar Metallarning amfoter elementlar bor. Yana kalsiy oksid qolib ketdi. Qaysidan tushuntirgan? O'zida chizib qo'sh oksidlar. Krom, temir, manganiz va qo'rg'oshinni ikkita quyi valentli oksidni yig'insin. Misol uchun temir 2 oksidi bilan temir 3 oksidi. Yana bitta ko'paytiramiz. Oksidlar haqida tushunasiz. Nozik. Ben tushundim, so'rayapman-da, nima tushundingiz? Nimasi qiyin bular? Yo, ko'p narsa gapirdik hozir. Men aytib o'tdim, yodlaganmisiz dedim. Nima farqi bor? Xo'p, ketdi. Keyingi tur nima? Tuz. Asos. Hidroksid guruhi metal va boshqa tashkil topadi. Gidroksid. Suvsiz pishiramiz. Berasizlarmi? Olatda. Elektrik. Hech yo'q qo'ymadan. Necha tur bor edi? Ikkita. Usha. Qaysi? Eriydigan Shumi? Eriydi, Erimaydi. erimaydi va Atadi. Eriydiganga 1-2 A deb qo'yasizlar. xuddi o'sha. Birinchi Birinchi A va ikkinchi. Endi shuni birinchi A va ikkinchi adimizda ishqoliy va ishqoliy yer metallar deymiz. Yuqori darajaga o'taylik iltimos. Ishqoliy va ishqoliy yer metallar. Faqat berilgan amaliyot tashqari. Chunki ular ishqoliy yer metallari emas. Ya'ni aktiv metallar. Ishqoliy va ishqoliy yer. Maqsadni tushuntirgan bittasini. Xo'p. Bunga yana bitta kiradi. Suvda eriydiganlarga ammoniy hidroksid faqat ishqollarga kirmaydi u. Ishqollarga mana bunday kiradi. Suvda eriydiganlar qolgan hammasi amfoterlar alyuminiy hidroksid, ko'ryapsizlar, qarang,
Kislota qoldig'ini tashkil qilasiz. Shular o'rta tuz, Nordan tuz, asosiy. Kompleks. arava, kompleks. O'rta tuz, metal. Kompleks. O'rta tuzlarimiz metal va Kislota qoldi. kislota qoldig'ini tashkil qiladi. Metal valentligi, kislota qoldig'ini negizi bu yoqqa, valentligi diagonalga tushadi. Qisqasi ketadi. Nomlanishi metal nomini kislota qoldig'i nom. Agar metal o'ziga o'xshash valentligi bo'lsa, valentligini qo'shamiz. Kalsiy sulfat yoki temir sulfat. Tengmi? Strukturasi bo'ladi. Nordon tuzlar metal, vodorod va kislota qoldig'ini tashkil qiladi. Gidro, digidro, trigidro so'zlarini qo'shamiz vodorod soniga qarab. Kalsiy gidro sulfat. Temir uch gidro sulfat. Temir uch digidro sulfat. Valentlik tushunira olasizlarmi yo ko'rsataymi? Ham bitta, ham temir girosulfat, ham temir digidro. Uchta bo'ladi. Chunki voy, qazashma. Sulfat-ku. Qaranglar. Sulfat deyapman, to'g'rimi? Gidrosulfat degani bitta vodorodni joyida turibdi. O'zi sulfatning nechta vodorod bor? Ikkita. Bittasi joyida turibdi. Demak, sulfat necha variant yo'q qoldi? Bir. Temir necha dedim? 3. Buni 3. Kislota qoldig'ini buni biri yoki yozing. Xo'p. Yoki gidroksilni tushuntirib ketaman asosiy. OH temirga birikadi, metal, OH va kislota qoldig'ini tashkil etadi. Xo'p, temir 3 to'g'rimi? OH da ikkita bor. 3 variantlikdan ikkitasini olib qo'ysak, temir necha variant yo'q qoladi? 1. Yana 3. Bu ham bir negizli, bir variant yo'q qoldi. Ishlasa, shuydi. Agar bu yoqqa sulfat qo'yadigan bo'lsa, sulfit qo'yadigan bo'lsam, 2 edi. Qanday qilib tushiraman? Temirda bir narsa bor. Temir valentlik bo'lsa, kimyo deylik. Temir digidro, okso, sulfat. Sulfit. 3 ku ikkita variantlik olsa bo'ladi-yu. Bittasi ochiq qoladi. Biri bu yoqqa tushdi. Buni ikkisi bu yoqqa tushdi. Ustoz yetadi. Ne? Yetadi. Xo'p, qo'sh tuzlarda metal ikki xil, kislota qoldig'i bir xil, aralash tuzlarda Metal kislota qoldi. kompleks tuzlar. Misol uchun kaliy, temir, SN, oltin. Voy xudo. Turcha xos bor. Turcha xos. Xo'p. Strukturasi qanaqa bo'ladi? Kislota qoldig'idan boshlaymiz. Misol uchun sulfat kislota qoldig'i qanaqa tuziladi? Avval ikkita vodorod joy qoldiramiz. Keyin kislota bitiramiz. O'rtaga markaziy element va yana kislotalari orqasidan bitirib qo'yamiz. Xo'p, nechta vodorod bormi? Bitta. Shunaqa narsada mana nechta bor? Ikkita. Xuddi shuni 3 marta chizib boraman. Buni o'tiraveramiz. Va uchta bog'ga bitta temirni biriktirib kim tushmaydi? Ikkisida bularga olishdan ko'ra. Nozima, chaqirdi. Xo'p, keyin ketamiz. Nechta qoldi? Endi ishni olib bering. Valentlik ketdi orasida. Diagonalga tushirsa qisqa kiramiz. O'qishlar daraja keyin. Mana masol shu qo'shib ketaymi? Omega bilan belgilanadi. Atom massasini nechtaliga ko'paytirib, umumiy massaga bo'lamiz. Bizga Massa. ko'paytirib qo'yamiz yoki umumiy massa bizda har doim 100%. Qaysi moddani massasi? Qaysi massa? X foiz proporsiya qo'ygan bo'lsak. Asosiy. Asosiy shunaqa. Misol uchun suvni tarkibidagi vodorodning massasini topish uchun vodorodni 1 ni 2 ga ko'paytirib 18 ga bo'lib suvga ko'paytirib qo'yamiz. Bunlar ham soni bor-ku. Proporsiya. Yo'q, proporsiyani bir bilan soni bor. Qaysi variantlikchi?
Ha, bir de Mana Masa. Voy, valentit emas. Masasini bu qo'ydim. masasi. Ular ekranlarni Rob Javini. Yana nimadir tushuntirib aytaman. Tushunmayapsizlarmi? Yo'q. You understand me? Deydi. Yana nimadir tushuntirib bermay aytaman. Dilbar, Guli. Nima deyapman? Ochilaman. Dilbar nega turibdi? Yo'q, sizlar anavlarni ochib qo'yinglar. Real tillarni